Tushunmadim. Bu yerda nimalar bo'lyapti? Hozir borib hammasini bilib olamiz. Qanaqadir men bilmaydigan qanaqadir yig'ilish bo'lyapti. Okey. Jitellar mer yig'ilib olishgan. Jin ursin. Hozir hammasini bilib olamiz. Jitellar, Omega, merga nimaga kelding? Shunchaki qiziq menga nima bo'lyapti ekan? Janob mer, nima bo'lyapti bu yerda? Omega, bu yerdan ketib ishlaringni qilganing ma'qul va umuman bugun qishloqda ko'rinman. Nima uchun? Senga aytilgan gapni qil va ortiqcha savollar berma. Jin ursin. Lekin balki bilsam yaxshi bo'lar. Men ham sizlar bilan birgalikda yashayman bu yerda. Yo'q, borib aytilgan ishni qil. Fermerligingga qara. Ha, tushundim. Meni ertalabdan bunday qo'pol kutib oladi deb o'ylamagandim. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Umikoman va mana ko'rib turganingizdek meni har doimgidek xo'rlashni boshlashdi bu ifloslar. Bilmadim nima kerak bularga, lekin hayronman. Nimaga meni bunchalik yoqtirishmaydi. Ba'zida o'zlarini yaxshi tushadi, ba'zida esa menday juda ham haddan ortiq qo'pollik qilishadi. Undan tashqari bilasizlarmi do'stlar, qo'pollik qilishga ularda hech qanaqangi sabab yo'q, chunki hech narsa qilishga ulgurganim yo'q ertalabdan beri. Yo, tushunarsan. Mayli do'stlar, hozir ishimizni qilamiz. Ferma bo'lsa fermada nima ham qilardim do'stlar. Mer aytdimi? Demak, mayli yerda o'zlari qishloqliklarni nima ekan, qandaydir sirli ishlari bo'lsa kerak. Kim bilsin bu ifloslar nimalarni o'ylashga, balki meni prank qilmoqchidirlar. Buni qaranglar, qarab turishibdi menga. Tushunarli. Lekin do'stlar, menga farqi yo'q. Men haqiqiy Sigmamo va aytgancha do'stlar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki yaqinda yangi videolar chiqadi va ularni o'tkazib yuborishni istamasangiz nima qilish kerak? To'g'ri, kanalga obuna bo'lish kerak. Shuning uchun ham nima qilishni bilasizlar. Bo'ldi, mana bu yerlarni ham hammasini hozir sabzilar bilan ekib chiqamiz va bo'ldi, hammasi deyarli tayyor do'stlar. Yaxshi, faqatgina sabzilarni hozir merga topshirishga yoniga borsam jahl chiqadi. Uyga kirib borsam yana jahl chiqadi. Shunga tinchgina o'zimda qola qolsin do'stlar. Sabzilarni uyimda saqlayman. Keyin esa astagina chiqib qaraymiz. Qani bu jitlar nimalarni o'ylashgan va menga qarshi qanaqangi nisbatan qabih rejalar o'ylab topishga umid qilamanki bunday bo'lmaydi va meni hech narsa qilishmaydi. Aks holda bilmadim nima bo'ladi. Ertalabdan yo'q qo'pollik yetmaganda meni prank qilishsa yoki trolling qilsa, xo'sh. Qani stop. Yo'q do'stlar, tushunmadim. Prezident mana shu yerdan batafsilroq tushunmadim. Hozir sal do'stlar, rostdan bu yerdan ket, Omika ket, tezroq. Tushunmadim. Yo'q, nimalarni gaplashyapti? Nima? Bu yerda o'yinchi bormi? Ha, aytishni unutman. Tushunarli. Assalomu alaykum janob prezident. Va alaykum assalom. Yer chekada o'tib gaplashib olishimiz kerak. Xo'p bo'ladi. Nima ish bilan tashrif buyurdingiz qishlog'imizga? Juda ham yaxshi ish bilan. Xullas, qayerda yashaysan? Men shu yerdagi Kuznetsada. Kuznetsa qayerda? Mana shu to'g'ringizda. Tushunarli. Xullas, biz bu yerdan hamma o'yinchilarni olib ketyapmiz. Bitta qishloqqa yig'ish uchun va seni ham bu yerdan olib ketishga to'g'ri keladi. Nima? Lekin men bu yerdan ketishni istamayman. Istaysammi yo'qmi, iloji yo'q. Jitlar juda ham aqldan ozib ketishgan va hadlarini bilmaganliklari uchun men o'yinchilarni hammasini ulardan xavfsiz saqlash uchun alohida qishloq quraman. Ana o'sha qishloqda yashayverasan. Xo'sh, endi esa menga uyingni ko'rsat. Kuznetsada deganday bo'ldi. Yigitlar, ketdik. Lekin janob prezident, mayli uyingizni ko'rsataman, ammo men bu yerda shunchaki nimasi mumkin 5-6 yildan beri yashab yuribman. Shunga bu yerdan ketish shunchalik ham yaxshi bo'lmaydi menimcha. Yo'q, ketish kerak. Обязательно ketasan. Hop. Mana uyim, mehmonga kelasizmi? Tushunarli. Xo'sh, yigitlar, uyinni musodara qilinglar. Nima uchun? Seni boshqa qishloqqa olib ketamiz. Va bu yerdan 2 barobar katta uy beraman. 2 barobar katta uy? Ha, tushunarli, lekin baribir bu yer menga radnoy qishloq desa ham bo'ladi. Radnoy qishloqmi? Tushunarli. Unda hozir bir nima o'ylab topamiz. Nima qilsak bo'larkan? Rostdan meni bu yerdan olib ketmasanglar yaxshi bo'lardi. Shu yerda yaxshi yashab yuribman. Jitlar ahmoqlik qilsalar ham mayli, chidayveraman sizga aytsam janob prezident. Asosiysi menga tegmasanglar bo'lgani va albatta 2 barobar katta uy ajoyib, lekin bilasizmi, baribir bu qishloqda anchadan beri yashaganim uchun bu yerda o'rganib qolganman yashashga. Shunga ishim bor bu yerda. Do'stlarim, dushmanlarim, xullas bu yerdan umuman ketishni istamayman. Ha, seni tushunaman, ammo jitlar boya aytib o'tganimdek, xullas yo'q, men o'yinchilarni bu yerda qoldirishni istamayman. Qishloqda hech kim qolmaydi va mana senga hozir buyruq yozib beraman. Mana bu buyruqqa ko'ra bu yerdan ko'chib ketishing kerak. Tezroq buyruqqa amal qil va mana bu qutilarga narsalaringni sol. Lekin men ketishni istamayman. Seni so'ramadim ketsam yo'qmi? Tezroq narsalaringni bu yoqqa joyla va ketasan. Nima qilyapsan? Shunchaki olib qo'yapman. Okey, mayli. Kutamiz mashinada. Xo'p bo'ladi janob prezident. Do'stlar, menimcha rostdan bu yerdan endi ketishimizga to'g'ri keladi. Sizlarga aytsam bu yerdan ha do'stlar, janob prezident haqlar. Rostdan bu yerdan ketish kerak, chunki jitlar o'zingiz ko'rdinglar ertalabdan menga qanaqangi qo'pol munosabatda bo'lishdi. Men esa shunchaki chidashdan boshqa ilojim yo'q. Lekin balki o'yinchilar qishlog'iga borsam bu yerda yangi do'stlar, yangi dushmanlar albatta orttirib olarman, ammo bu yerda qolishni istayman do'stlar. Bu yerda qolishni ko'proq istaganman. Shunga hayronman nima qilishni do'stlar. Shunchaki nima deyishni bilmayapman. Tilim qo'shmay qolyapti. Bir vaqtning o'zida ham xafaman, ham
Xursandman, chunki nihoyat mana bu ahmoqlardan qutulaman, lekin bir tarafdan ketish, bilasizlarmi? O'ylab ko'rish kerak, o'ylab ko'rish kerak. Bu yerdan ketsam, o'yinchilar qishlog'iga boraman. U yerda yangi do'stlar, yangi dushmanlar jin ursin va yangi imkoniyatlar ochiladi. Balki yangi ish toparman, nima deysizlar? Yo'q do'stlar, ketmayman. Bu meni jonajon qadrdon qishlog'im. Bu yerda deyarli 6-5 yoki 7 yildan berimi, xullas bilmayman, ammo bu yerda anchadan beri o'zingiz bilasizlar, video olaman, yashab yurman, shuning uchun bu yerdan ketmayman. Hozir borib, janob prezident, nima bo'ldi? Xullas sizga bir gapni aytmoqchiman. Xo'sh, yaxshisi men bu yerda qolganim ma'qul, chunki bu yerda men sizni nima desam ekan, yordamchiligingizni qilaman. Yordamchiligimni, sizni o'rningizda bu yerda yo'llarni quraman, nima desam ekan, qishloqdagi odamlarni hayotini yaxshilash bilan ish yuritaman xullas. Tushunarli. Demak, meni vakilim bo'lasan, a? Ha, shunday desang bo'ladi. Lekin bu yerda axir mer bor. Sening nima keraging bor? Janob o'yinchi, men sizni shunchaki, nima desam ekan, yaxshi yashasin deyapman. Siz esa, hozir bordan o'ylab topamiz. Mana bu lopatkani oling. Xo'p bo'ladi. Yo'sh, keyin esa gravelni hozir tezroq asfaltga almashtirib chiqing. Shunda bilamanki, siz meni o'rnimni bosa olasiz. Nima? Lekin axir menda asfalt yo'q. Bu endi meni muammoim emas, yigitcha. Bo'la qol. Okey. Mana hozir gravelni olib tashlayman bu yerdan. Mana yaxshi ketyapti. 4, 5, 6, 7, 8 ta, 9 ta mana ozgina qoldi. Yo'q, ishing meni qoniqtirmadi, shunga bo'ldi. Ban senga. Nima? Yo'q, ban berish shart emas. Mana ishni bitiryapman. Yo'q, menga baribir yoqmadi. Mana hammasini hozir zo'r qilib chiqaman. Buni qarang. Hammasini birdan, yo'q, gravel jinursin, kremniy bo'lib qolyapti. Yo'q, nima qilyapsiz, janob prezident? Yo'lni tuzatyapman. Lekin asfalt to'shamoqchi edi bu yerga. Asfalt, ha. Bu safar to'shab yuboramiz. Kelasi safar kelganimda va albatta o'sha safar kelganimda sen bu yerda bo'lmasliging kerak. Tushundingmi? Lekin nimaga? Axir aytdim-ku, seni bu yerdan olib ketmoqchiman. Tushundingmi meni? Lekin gapingiz to'g'ri. Ritlar juda ham qo'pol, ba'zida aqldan ozgandek o'zlarini tutishadi. Meni xo'rlashadi, lekin sizga aytganimdek, bu yer meni jonajon qishlog'im, vatan ichidagi kichkinagina vatan. Bu yerdan ketishni istamayman. Iltimos, meni olib ketmang. Bu videolaringni eshitishga vaqtim yo'q. Men seni o'ylab qilyapman, xalqimni o'ylab. Shuning uchun gaplarimga quloq solib tezroq ketishing kerak men bilan. Do'stlar, bilasizlarmi? Albatta. Xo'p, mayli, men siz yo'q, siz bilan ketmayman. Ketishni istamayman. Bir gapda turasanmi yo'qmi? Mayli, hozir yo'llarni tuzatib chiqaman. Xo'p bo'ladi. Tushunaman, meni o'ylayapsiz rostdan ham. Gaplaringizni hammasi to'g'ri, lekin axir aytayapman-ku, bu yerda yashayapman men. Meni tushunsangiz yaxshi bo'lardi. Yo'q, seni meni tushun. Sizlarni bu yerda qoldira olmayman, o'yinchilarni. Okey, mayli, unda shuni to'g'ri deb bilarkansiz, mayli, ketaman siz bilan. Bo'la qol tezroq. Xo'p bo'ladi. Do'stlar, bilasizlarmi? Ketishimiz kerak, ketmasak bo'lmaydi. Lekin baribir ham axir bu meni jonajon qadrdon qishlog'im, qanday ketaman do'stlar? Men aqlimga sig'dira olmayapman. Shu yerda men deyarli 6-7, balki 10 yildan beri yashayotgandirman. Axir o'zingiz bilasizlar, qanchadan beri bu yerda video olaman do'stlar. Yaxshisi bu yerdan ketmaganimiz ma'qul, chunki sizlarga aytib o'tganimdek, bu yerda axir hamma tanishlar, janob mer bor, to'g'rimdagi qo'shnim, xullas kamerachi, bu yerda juda ham ko'p do'stlarim bor. Qanday bu yerdan ketamiz do'stlar? Buni iloji yo'q, men aqlimga sig'dira olmayapman bu yerdan ketishimizni. Shunga sizlarga mana nima qilishni taklif qilaman. Biz bu yerda qolishimiz kerak, lekin qanday qolishni bilmayman. Shunga yo'l-yo'lakay hammasini o'ylab chiqishimiz kerak. O'yla, Umiko, qanday qilib biz bu yerda qolishimiz mumkin bo'ladi? Xo'sh, lekin yo'q do'stlar, bizda hech qanaqangi g'oya yo'q do'stlar. Qanday qilib bu yerda qolishni bilmayapman. Chinsan o'yla, Umiko, nima qilishimiz mumkin? Narsalarni kelinglar do'stlar, hozir qutilarni olib olamiz. Balki shunda biror nimani o'ylab topamiz. Xo'sh, narsalarni kelinglar hammasini joyiga hozircha qo'yib turamiz. Balki nima desam ekan, uyimda hammasi odatdagidek tursa, yaxshiroq g'oyalar kelar. Bo'ldi, bu yoqqa va notebookning joyiga qo'yishim. Hozir notebookning joyiga qaytib qo'yaman va odatiy ko'rinishga kelganda ham narsa o'ylab ko'rishimiz mumkin. Do'stlar, nima qilamiz? Mana bu qutilar menga kerak emas do'stlar. Bu yerga narsalarni solib bu yerdan ko'chib ketishni umuman istamayman. Xo'sh, Umiko, o'yla. To'g'ri, rejalar qo'pollik qilishadi, ko'p meni kamsitishadi, xo'rlashadi, ammo axir ular baribir ham bu yerda yashab. Stop. Yo'q. Assalomu alaykum. Va alaykum. Xo'sh, tayyormisan ketishga? Nimaga narsalaringni yig'ishtirmading? Jinursan, mayli, hammasini o'zim qilishimga to'g'ri keladi, lekin iltimos sindirmang. Iloji yo'q boshqa, bo'la qol. Xo'sh, narsalarni oldik. Yaxshi, grabilni balki qo'yarsiz, janob prezident. Yo'q. Olib ketaman hammasini. Bo'pti, ketdik unda. Yaxshi, yura qol orqamdan. Hozir seni mashinada o'zim olib ketaman. Yangi o'yinchilar qishlog'iga, 69-raqamli qishloq, o'yinchilar uchun moslashgan. Narsalaring shu yerdami? Yo'q, solmadim. Okey, ketdik. Bo'pti. Огородlarni boshqa qaytib ko'rmasam kerak. Ha, o'zingga yaxshi yangi ish topib olasan огородdan boshqa. Katta rahmat sizga. Umiko, ketyapsanmi? Afsuski, yo'q, Umiko, ketma, iltimos. Janob prezident, axir bu bizning o'yinchimiz, iltimosini olib ketmang. Lekin olib ketmasam boshqa ilojim yo'q. Sizlarning qanaqaligingizni bilaman va o'yinchilarni sizlar bilan qoldirmaganlik yaxshi, eng zo'r g'oya. Ammo Umikoni biz yaxshi ko'ramiz. Biz uni hech ham kamsitmaymiz. Shundaymi, Umiko?
Ha, to'g'ri aytyaptilar. Menga hech qanday bular yomonlik qilishmagan. To'g'ri, biz uni yaxshi ko'ramiz. Shunaqami? Unda mayli, o'ylab ko'rishim kerak. Omiko qolishing mumkin, senga ruxsat beraman. Katta rahmat janob prezident. Omiko, meni uyimga borib tur, kut meni. Xo'p. Tushunarsiz do'stlar. Qo'yil, endi men bu yerda qoladigan bo'ldim. Qanchalik qo'rqib ketganimni bilmaysizlar. Men o'ylaganimki bo'ldi, bu endi tamom, nima desam ekan, o'yinchilar qishlog'iga 19-qishloqqa ketaman deb o'ylagandim, ammo endi men bu yerda qoladigan bo'ldim. Qo'yil do'stlar, endi shunchaki janoblarni kutish qoldi xolos. Ha do'stlar, bilasizlarmi, jeychilar albatta qo'polliklar qilishadi. Ertalab menga qo'pollik qilishdi, lekin do'stlar, balki jeychilar shunchaki meni asrab qolish uchun ertalabdan qo'pollik qilib meni haydab yuborishga harakat qilishgandir. Uyimdan chiqmay ulardan haraslab o'tirishim va janob prezident meni ko'rib qolib olib ketmasligi uchun. Lekin shuni odamga o'xshab tushuntirishim mumkin edi. Nima ham qiladik? Jeychilardan oladigan narsamiz yo'q do'stlar. Mayli, sizlar bilan men Umiko bo'ldim. Tomosha uchun hammaga rahmat do'stlar. Kanalga obuna bo'linglar va xayr.